Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftal xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda o'tgan bir hafta jarayonida yuz bergan Uyg'urlarga munosabatli muhim voqealardan ma'lumot beramiz. Men Erkin. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralarining Uchturpanda ko'chman Xitoylarni o'ldirib qochib ketgan Uyg'ur fidoyilarini tutish harakati hozirgacha davom qilmoqda ekan. 2 aydan beri Xitoy qurolli qismlari hayot fidoyilardan Sulaymon To'xti bilan Abdulla Abdurimni tutish uchun tor yaygan. Hatto necha 10 minglagan omani harakatlantirib, ularni tutishga uringan. Radiomizning Uchturpanda egallishicha, bu 2 nafar fidoyi qochib yurish davomida 18-iyul kuni Aqto'qayda 3 va 4-avgust kunlari Yarko'rik yezisida paydo bo'lgan. Bu jarayonda ularning doiralariga qarshi oz deganda 4 maydon hujum ilib borganligi ilgari surilmoqda. Xitoy qurolli kuchlari 3 haftaning oldida ularni Uchturpan bilan Kalpin orasidagi tog'liq rayonda tikuchar bilan izlayotgan mezgilda ular Uchturpandagi bir talla bozoridan yemeklik setib olganligi ma'lum bo'lgan. Navbatda Uchturpan bozorida 10 dan ortiq non va 2 qopdan ortiq choy setib olganlarni tizimlash va soqchiga ma'lum qilish uqtirish chiqarilgan. 7 sentabr kuni Ilhom To'xtining delosi bo'yicha sotdan burungi tayyorlik yig'ini Urumchida ochilgan. Advokatlarning tirishchanligi bilan tutqundagi Ilhom To'xtimi yig'inga qatnashtirilgan. Radiomiz ziyoratini qabul qilgan Ilhom To'xtining advokatlaridan Li Fangpingning bildirishicha, yig'inda Ilhom To'xti o'ziga ortilgan atalmış jinoyatlarni inkor qilgan. Shundaqla rasmiy sotning Beijingda ochilishini talab qilgan. Ilhom To'xtining 2 advokati tutqundagi Ilhom To'xti apandining turmada putiga kishan silinib, tan jazosiga uchirganligini oshkorlagan. Bu xabar xalqaro taratqularda jiddiy inkas qo'zg'ab qolmasdan, balki Xitoy demokratlarining ayblashiga uchirgan. Ma'lum bo'lishicha, Uyg'ur elida yuz bergan qonliq voqealarda Xitoy hukumatı e'lon qilgan sonliq ma'lumotlar xalqaro jamiyatning kuchli gumonini qo'zg'amoqda ekan. Bo'libmi yakandagi qonliq bostirishdan keyin xalqaro jamiyatning Xitoy hukumat taratqullari e'lon qilgan voqeada o'lgan, tutqun qilingan kishilarning soniga bo'lgan gumoni borgan sari kuchayganligi ma'lum. Beijingning Uyg'ur elida yuz bergan jiddiy voqealarining uchurini qattiq kontrol qilishi hamda uni axborotga oshkorlashdagi monopollik siyosati xalqarodagi erkin axborot organlarini amalsiz qoldirgan. Uning ustiga Xitoy hukumatining chet el muxbirlarini naq maydonga berishga yo'l qo'ymasligi va boshqa har qanday mustaqil tekshirish organlarining rayondagi jiddiy voqealarni naq maydondan kuzatishiga ruxsat qilmasligi bu vaqtdagi gumonlarni texmo ilgari surgan. Yaqindan buyon Xitoy doiralari chet ellardagi Uyg'ur siyosiy faoliyatchilarining bevosita urug' tuqqanlarini tutqun qilish orqali ularga besim ishlatayotganligi ma'lum. Egallashimizcha, Amerika Uyg'ur jamiyatining muavin raisi Ilshot Hasanning bir tuqqan singlisi o'tgan oyning 16 kuni Kuytongdagi uyidan tutib ketilgan. Ilshot Hasan apandi bu vaqtda radiomiz ziyoratini qabul qilib, singlisi tutqun qilinishidan ilgari ko'p qitim soqchi tarafning besimiga uchirganligini bildirdi. Uningdan boshqa Ilshot Hasan apandining G'o'ljidagi urug' tuqqanlarining uning sababidan bir qancha qitimlab avorchilikqa yo'l qo'yganligi ma'lum. Ma'lum bo'lishicha, yaqinda doiralar Qashqar shahrida o'ltirishlik Uyg'ur ommasini tashkillab, Xitoyning Panus bayramini tabriklash faoliyati uyushtirganligi ma'lum. Qashqar shahri to'rining tashviqot munbiriga qo'yilgan rasmlarda Qashqar shahrida o'ltirishlik bir qism Uyg'urlarning Xitoycha kiyinib, changchili aytgan, ay to'qash yavatgan Xitoylar bilan birga pivo ichayotgan, uylariga panus asgan yoki Xitoycha muzika, yangi rusula o'ynagan ko'rinishlari ko'rsatilgan. Xitoy hukumatining Uyg'ur milliy madaniyati va diniy muhiti eng quyuq bo'lgan Qashqar shahrida Uyg'urlarni panus bayrami o'tkazishga uyushtirishi xalqarodagi kuzatuvchilarning jiddiy diqqatini qo'zg'agan. Yaqinda Tibetlarning ruhoniy doisi Dalay Lama Dharamsalada so'z qilib, o'ziga yangi izbosar ko'rsatmaydiganligini e'lon qilgan. Dalay Lama mundaq degan: "Bizda 5 asrdan buyon Dalay Lama mavjud bo'lib keldi. 14-chi Dalay Lama navbatda butun Tibetlar tarafidan qabul qilindi va umumlashdi. Endi bizning yana bir Dalay Lamaga ehtiyojimiz qolmadi. Shundaqla bu tizimni oxirlashtiradigan vaqt yetib keldi." Agarda Dalay Lamaning bu qarori amaliylasha, o Tibet buddizmining eng oxirgi Dalay Lamasi bo'lib qoladi ekan. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftal xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.